Assalomu alaykum o'rtoqli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli bizning katta oluvchilar. Mana aka, bu yerda bir jonliq bor ekan. Qana? Ya bu mekana, mana aka, telefonni jidki bilan bog'lab qiladi ekan. Bu telefon sinmaydi ekan. O'zinkilarga qilib beradi ekan. Mana aka. Ya bu qancha so'mdan ekan ha? 250 so'm deydi. 250 so'mdaymi? Ha, shunday deydi. На 2 года хватает. Bu ishlamasa ekan javob. Это получается. Ага. Вот эту жидкость сделаем, получается, и она бронирует. Mana aka. Bu ana kelin sotyapti. Kelin, telefon emas yo, ana. Ну, рабочий телефон много нельзя, конечно. Mana aka. Включать. Sinmaydi ekan. O'ta kuchli ekan. Kilolar berar. Kilolar berayotgan ama tushsa sinmaydi ekan. Namda jatgan tushsa, boyaqda bo'lsa sinmaydi ekan. Ko'ringizlar. Sizlarga bir chekadan tortib ko'rsatib beraychi. Mana yo'q. Yo, mol qanchadan otasi do'stim? 90. Qisiri bularcha bo'g'oz bu. Ya, bolasi bor ekan, ha? Qaysi bo'g'oz? Bo'g'oz ko'rtang, ha? Ya, qanchada otasi ham bularni? 90-85 90 ming 85 ming. Qanchaga bo'ldi aka? Bo'ldi. Qanchaga berib berasiz aka? Kelishim bor da. Kelishim bor. 80 ga berasizmi? Qo'shsa berasizmi? Mana aka, realni bog'lar. Deb qanchada otasiz molda? 65 ming so'm mana aka. Sütü ham ko'p ekan. 65 ming so'm deydi mana aka. Oh, bolasi erkak. Bolasi erkak. Bob oldu aka? Qancha oldi? 62 ming so'm bo'ldi mana aka. Hepçeğini ham ko'rsatib qo'ying sizlarga. Mana aka. Ya qancha oldi aka sir bo'lsa? 65 ming. 65 ming so'm. Mana aka. Bog' bo'ldi. Realni bog'lar ko'ringizlar. 65 ming. Ha sizlardan bitta klass bosib qo'yingizlar tug'anlar. Qancha chiqdi bu mol? Qancha chiqdi aka? Qancha qilib qo'ydingiz aka? Shuni? 59 ming. Mana aka. 59 ming so'm. Bolasi erkak ekan. 59 ming so'm. Ya mol qanchada otasiz? Yana bo'ladi. 70 ming so'm. Erkakmi? Erkak to'g'ri. Erkak. 70 ming so'm. Sütü yo'q hozir? Sütü yo'q. Bo'ldi. Bir bola bor ekan? Yo'qmi? Qancha bu? Qancha do'stim? Qancha? Ben bilmaysizmi? Bilmaydi bu. Ya bu mol qanchada otasiz? Yana bo'ladi. Ulan 85 deydi. 85 ming so'm. Bolasi erkak. Yo'q, Urg'och. Ichida bor uchunchisi? bu jaylovdan keldi. Qanchaga bor bo'ldi ekan? 70 mingga bor. 70 ming. Berib aytasiz. 80 ga beradi ekansiz-da? Nega? Realni bog'lar. 70 ming so'm turgan bo'ldi. Seniki qancha? 75 ming. Ha, 65. Bolasi urg'ochmi? Mana 65 ming so'm deydi. Sizniki qancha? To'qsir? 60 ming so'm mana. Realni bog'lar ko'ringizlar. Qaysini bog' qilasiz aka? Buna 50 beraymi? 50. Mana. Bolasi urg'och. Bolasi ne erkak urg'och? Urg'och mana. Süt oz o'xshaydi, ha? Birinchi tug'magan-da. Jang tug'ishgan. Qanchada otasiz aka? 84 oldi. 80 ming so'm. Bolasi urg'och. Sütü yo'q. Sütü bor ekan. Qancha bor? Sütü bor ekan, qisqasi. Nega? Ya mol qanchada otasiz? Mol 70 ta. 70 ming so'm. Qanchanchi tug'ma bir 10 tug'an o'xshaydi? Nega? Doğru 4 yıl davam.
Mana gel, sütü ham bor ekan. Hozirgi topda. 70 ming. 70 ming so'm. Ya qaysi bog' bo'ldi aka? Nolmi? Ha? Qancha berib qo'ydi? 2 beryapti. Manaqa 52 ming beribdi. Boğaz erkek ekan ha? Boğaz erkek ekan. Siz qancha otasiz? Qisirmi bu? Boğaz bu. 55 ming so'm. 55 ming so'm otadi ekan. Nega? 55 ming so'm. Dişini salma. Hadi dostlar, buqalarda qo'shib ketaylik bir joyi. Shu chiqarilishga. Buqalar qanchada otasi aka? 80 ming so'mdan mana aka. Hozir bo'ldi aka tortam. Buna qiziq 80 ming so'mdan. Qancha oltadi bu soda? Qancha berib qo'ydingiz? 61 ga bermaysan. Mana aka 61 ming so'mga beradi. Bayağı kaptardan söyleyin. Mana aka 61 ming so'm. Altmış bir bin so'm. Aka siz qanchada otasiz? 100 ming so'm mana aka. 100 ming so'm ekan. Aka qanchada otasiz bu qizilda? 95 ming kami bor deydi. 95 ming so'm kami bor ekan mana aka. Bob oldi ekan sovurni. Yem bo'ladi ha? Bana eke satıldı. Qaysi ko'z sotildi? Mana ko'z sotildi. 150 dolar. Mana aka 150 ming so'mga sotildi. 150 ming so'mga. Sizlar ko'rib turibsizlar. Ha, boqil tova. Mana aka. Burada qanchada otasiz? 70 kam bor mana aka. 70 ming kam bor ekan. Qanchacha shar ekan? 1,5 shar ekan. Mana aka do'stlar, janob gigant buqa bu ham bu yoqdagi chiqqan o'xshaydi. Mana aka. Qancha ekan bu cho'ng buqalar? Ya qancha bo'ldi aka? 150 ming so'm mana aka. Ha bu g'unojni ekan ha? Mana aka. Cho'ng bo'lgan o'ta. 150 ming so'm bo'ldi. Bular ögüzler kimden ekan ha? Bu ögüzler ham o'ta cho'ng ögüzler ekan. Mana jo'xshilab ko'rib oldingizlar. Mana cho'ng ekan. Bu Rossiyadan kelgan o'xshaydi ha? 131 metre işte. 131 ming. Bermedi mi? Ha 150 oldin dedi bu. Ha, narxni mi? Narxni 131 ga. Bu ekan ne? Ya bu g'unojni ekanda, qarang, katta mol ekan. Hozirda bom oltov ha? O, ma qizil kimdan ekan ha? Qizil buqa kimdan aka? Bilmedi. 131 ming. Qancha bo'ldi aka shu? 140 mingga. Berdimi? Beribdir mana aka. 140 ming so'm. Qayerda bor bo'ldi? Qayerda? Çoğuluş qolib turib. Targ'il bol bo'ldi. Qancha bo'ldi? 106 ming so'm mana aka. Aka meni Targ'il. Ordigimni aytgan qildim mayda. 21 ming so'm pul qo'sh. Bir so'ragandan keyin to'g'rimi? Ya aka bağımdattan aldım qarmog'imni aka. Mana aka. Kelib maylashga. Haj aka mana o'zi Torpaqlar qancha aka? Torpaq qancha dadasiz? Mana 35 ming so'm. Buldala 35 ming. Bu qancha? 55 ming mana aka. Bu 35 ming ekan. Aka torpaqlar qancha dadasiz? 50 ming so'mdan mana aka. 50 ming so'mdan. Ko'rib turibsizlar mana aka, Old Soy bizning kanaldan. Boqildingizmi aka? Yo, yeni so'rayapmiz. Qancha dadasiz? 120 ming. Yok öyle. 120 ming so'm. Ya bu do'stlik kanali. Mana bozor qizib zot. Bermaylar. Ya bering.
Ya qancha bo'ldi torbog'imiz? 40 ming so'm bo'lagan. 40 ming so'm. Baraka deb qo'yaring bo'ldi. Yo'q, kichkina bor. Qaysi aka? Qancha berib qo'ydingiz? 42 ming so'm. 42 ming so'm berib. 42 ming so'm. Qaysi bor bittaga? Qaysini oldingiz? Vaqtini ham ber. Manoli. Qancha bo'ldi aka? Eko. 108 ming so'm bo'ldi mana aka. 108 ming so'm. Siz qancha otasiz aka? 55 ta. 55 ming so'm. Sizcha? Bunlar 55 ming so'm ekan. Marjaqda kichkina to'rpoqlarni ko'raylikchi, qancha so'mdan bechitat, qanchadan sotildi bog'larni. Siz ko'rib turibsizlar. Ya to'rpoqlar qancha? Ya do'sti bor. 75 ming. 65 ming so'mdan mana. Yo'q-ku 65. Yo'q-ku 65 ming so'm. Mana. Ya qanchada otasini do'stim? Kim o'sha tortib qo'ygan? Bo'ldi. 30 kam bor ekan. 30 kam bor ekan mana. YouTube'ga chiqar. Qanchadan olasiz? 50 ming so'mdan mana aka. 50 ming so'mdan. Yo'q, aka siz qanchadan olasiz? 35 ming so'mdan. Qancha bu? Qancha aka arzona? 55 ele arzon. 55 ming so'm mana aka. Joqin ekan. Aka, to'rpoqlar ko'raychi qanchadan bo'ldi ekan. Qaysi qancha berib qo'ydingiz? Juni 60 Muhammed aytgan mana. Qanday bo'ldi? 25 ming yo'l kirasimen 200 qo'shib berdim. 25 ming turadi qolgan ekan. Men 200 Qarag'ova. qo'shib berdim. Qarag'ova aka. Ha? Qarag'ova bo'ldi o'shanda? Mana aka, Qarag'ova bo'ldi ekan. Eşet şunu görün Juni 60 ming kam var. Mana aka 60 ming so'm ekan. Adam tortpay olsun. Bo'ldi aka. Qanchada otasiz aka? Ekon 80 ming oldu. 80 ming so'm. Bo'ldi aka? Qancha 67 ming so'm turadi. 67 ming so'm. 67 ming so'm so'rab turib aka. Yo'q, bo'ldi. Eshiklar chiqib turib. Ya bu qancha so'm bu eshak? Eşyaydı 5 ming so'm deyapmiz. Qanchaga bermadingiz? Sovur meni. So'rashgan yo'q, ha? 4,5 ga beradi ekasiz-da? Mana aka. Bu urg'ochi erkakmi? Erkak. Uylanmagan emas ekan-da. Mana aka. Sizler bilan do'stlik kanali bo'ldi. Sizler bizim kanalda kas bosib, like'dan bosib turingizlar mana aka. Real bolalarda.